Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz Dashin haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizni buni xitoychani qanaqa yaxshi uslovlarda sotib olishni o'rgatib o'tib ketaman. Bu qora shahzodamizning kapotini ostida 1.5 turbina 156 ta ot kuchi bor. Bu qora shahzodamizning oq shahzodasi ham bor. Обрисовкasiga keladigan bo'lsak, lazerli LED farari, 19 razmerli diska balon, 360 graduslik kamerasi. Avtomobilimiz ko'rib turganingizdek elektropaket, bagajniklari ham. Zapaskasiga keladigan bo'lsak, zapaskasi tagida domkratlargacha bor. Mashinaning bagaji keng, lekin также zontiklari ham bor. Bu zontik nimaga kerak? Mana masalan, ro'zg'or qildingiz, tepasiga narsa qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 25 kilogacha ham ko'taradi. Mashinamizning ichki saloniga keladigan bo'lsak, salonimizda sidinalar elektron sidina bo'ladi. Alcantara chexollari bilan jihozlangan. Xo'p, monitorlarga keladigan bo'lsa, Android monitor, elektron multirul, беспроводной zaryadchik, barda xolodilniklar ham mavjud. Asosiy eng chiroyli joyi полный panoramный lyuk. O'zingiz bundoq qaraganingizda полный obzor olib turibdi. Как раз hozir sezonlarimiz boshlanyapti. Tog'li hududlarga chiqqaningizda ham maza qilib ketasiz. Birato'la kredit usloviyasini, mashina sotib olish usloviyasini gapirib o'tib ketamiz. Xo'p, agar pulingiz minimal summada bo'ladigan bo'lsa, 15% bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha bo'lib to'lash asosida. Bo'lib to'lash asosida degani nasl savdo bo'ladi. Oylik to'lovlaringizda penya shtraf jarimalarsiz. Xo'p, kredit usloviyasi olib chiqib ketadigan bo'lsangiz, boshiga 30% to'laysiz. 30%ni 1 yildan 5 yilgacha kredit usloviyada olib chiqib ketasiz. Keyin hozir bizda рассрочка ochilgan mashinalarimizga 50% ni to'laysiz, 50% ni qolgan ostatka summasini 12 oyga bo'lib to'lash, o'zining pulini bo'lib to'lash bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring. Manzil tushuntirib o'taman. Toshkent shahar Sergeli tumani, shunda o'zgarish tarafdan kelganingizda Ko'kmeta zapravkasini shunda oldiginasida. Sizni Jetur O'zbekistonda kutib qolamiz.